Bilasizlarmi, ko'pchilik ayollar sistitni asosiy sababchilari bu zax joyda o'tirish yoki oyoqqa noska kiymaslik yoki muzli suvda cho'milish deb o'ylashadi. Aslida sistitni asosiy sababchilaridan biri bu siydik yo'llaridagi bakteriyalar. Shunchaki bu bakteriyalarni ko'payib, aynan sistit chaqirishi uchun bunga sharoit bo'ladi. Ya'ni o'sha zax yeyish, noto'g'ri ovqatlanish, gigiyenani buzilishi va sovuq suvda cho'milish kabi asosiy bu fon hisoblanadi. Demak, sistitni davolashda eng asosan bu antibiotiklar. Albatta, sidiyni ekmasdan keyin, ya'ni sizga sezgir bo'lgan antibiotikka to'g'ri tanlangan holatda. Ikkinchisi bu uroseptiklar, ya'ni o'tli, ya'ni tarkibida sidiyni beixtiyor siydiruvchi yoki bakteriyalarni o'ldiruvchi xususiyatga ega bo'lgan moddalar. Va uchinchisi bu urostimulyatorlar, ya'ni siydik yo'llarining infeksiyalarni ko'payishini oldini oladigan bular kiradi fermentlar, ya'ni demanoza, bundan tashqari urostim, urovaksom. Sizda sistitni qanday belgilari kuzatilgan va siz uni qanday davolagansiz? Kommentariyada yozib qoldiring.